Hammaga salom. Hozir Telegramga kirib qarasam, juda ko'p tomoshabinlardan har xil savollar kelibdi. Uni ko'ring, buni ko'ring yoki bu haqda nima deysiz? Ba'zilari video qachon bo'ladi deb so'rashibdi. Shu sababli mana nima bo'lyapti, qachon video bo'ladi deb javob bermoqchiman. Esinglarda bo'lsa, 4-5 kun oldin safarga chiqqan edim va o'sha safardan qaytishda qattiq kasal bo'lib qoldim. Ostri tonzillit. O'zbekchalab bilmayman to'g'risi nima bo'ladi? Angina. Menimcha endi ruscha so'z bu ham angina, lekin o'zbekchalab ham angina bo'lsa kerak. O'tkir angina tushundingiz. Samolyotdaligimda ayniqsa shunchalik tana haroratim ko'tarilib ketdiki, o'zimni yo'qotib qo'ydim. O'zim qayerdaman, kimman, shu darajada. Keyin bir amallab uyga yetib olib, uyga kelib tana haroratimni tekshirsam 40,5. Endi 40,5. Demak, samolyotda bir 41-42 ga yaqin bo'lsa kerak. Bilmadim yana. Shu kechagi gap bu. Kecha xullas mana shunda 40-41 tana harorati bilan kun bo'yi shu dori ichib, har xil amaliyotlar qilib tana haroratini tushirish maqsadida. Hozir mana biroz o'zimga keldim. 38-37 mana shunday. Lekin tomog'im ancha og'riyapti. Hozir mana biror narsa yutish, suv ichish, o'z bilasiz anginani, ancha og'riqli. Shu, ya'ni menimcha 1-2 hafta shu sabablik video bo'lmasa kerak. O'zi usiz ham menimcha baribir video bo'lmasdi, chunki meni ignoriruvchi nima bo'ladi? Javob yozmayapti. Xullas, keyingi video ensiklopediyaga qilmoqchi edim. Bilsangiz kerak, o'zi hamisha bitta ensiklopediyaga, bitta skeptikka video qilaman. Va ensiklopediyaga video qilishda zardushlilik amaliyotlari, zardushlilik kulturasi, nima bo'ladi kultura? Hozir miya ishlamayapti. Xullas, mana shu zardushlilikdan nima qolganligini, nima asli zardushlilikdan kelganligini aniqlashtirish uchun Amerikadagi bitta rasmiy mana shu zardushlilikni targ'ib qiluvchi tashkilotga murojaat qilgan edim. Bu tashkilot qanchalik kattaligini tushunish uchun keling bironta misol keltiraman. Agar siz mana shu dinda bo'lsangiz, misol uchun Amerikada o'qiyotgan bo'lsangiz, mana shu tashkilot sizga o'qishingiz uchun pul berishga tayyor. Shunchaki mana siz mana shu din vakili bo'lganligingiz sababli. Endi tasavvur qilyapsizmi, qanchalik katta tashkilot, o'zini dinni qanchalik targ'ib qilishga muhtoj. Men o'ylabmanki, mana hozir men ularga murojaat qilsam, targ'ibotida endi ozmoz yordam bo'ladi-ku, to'g'rimi? Orqaga, ya'ni qayta aloqaga chiqsa kerak desam, yo'q. Ular bilan shu aloqaga chiqishimga maqsad aniqlashtirmoqchi edim. Qaysi amaliyotlar, qaysi mana shu madaniy amaliyotlar, madaniy tushunchalar zardushlilikdan kelgan. Misol uchun Navro'z zardushlilikniki yoki to'ylarda har xil o't yoqishadi-ku, bu ham zardush dininiki, yoki 5 vaqt namoz o'qish, bu ham zardushniki va yana ko'plab xullas shunday amaliyotlari bor. Mana shularga aniqlik kiritmoqchi edim. Kimdan? Mana shu zardush dinining mana o'zini aytaylik professional targ'ibotchilardan aniqlashtirib video qilmoqchi edim, lekin yo'q, mana bir oydan beri chiqishmayapti aloqaga. Hayronman. Balki shu O'zbekiston uchun video qilaman deganimgami, bilmadim. Shu, kutaman endi, agar aloqaga chiqishmasa bu videoni qoldirib turaman ensiklopediyada va yana skeptikka video qilaman. Ko'ramiz. Skeptik qaysi mavzu desam, hali beri bilmayman. O'tgan safar Abdushukurmi yoki tahlilmi desam, tahlil dedinglar.
Abdushukur endi qilsam kerak. Bilmadim. Ko'ramiz. Shunaqa gaplar. Shu 1-2 hafta endi nimam faoliyatim biroz pastroq bo'ladi. Ming bor uzr. Duo qilinglar. Tezroq tuzalib qolay. Ahuramazdagi duo qilinglar. Allohga emas. Tuzalib qolsam, mana sizlarning duoinglarni deb kelgan nima qilaman? Kinoya qilaman. Shunaqa gaplar. Tinch bo'linglar.